Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida trading qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz Pocket Option saytiga kirib oldik. Bu sayt orqali biz trading qilib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni valyuta birliklarida biz сделкалар ochib pul ishlasak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek har xil valyuta birliklarini bu yerda chiqarib qo'yganman. Hammasini dohodnisi, ya'ni foydasi har xil 72, 88, 90%, 80%, 60% beradigan valyuta paralari ham bor. Hosilaga bu saytdan pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Demak, registratsiyadan o'tishlar oson. Bundan oldingi videolarda ham sizlarga registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'tganman. Agar registratsiyadan o'tishni bilmasanglar, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga qisqacha videorolik qilib, qanaqa qilib registratsiyadan o'tish kerakligini ko'rsatib qo'yaman. Demak, registratsiyadan o'tganimizdan keyin profilimizga kirib, bu yerda o'zimizni pasportimizni kiritib qo'yishimiz kerak, ya'ni verifikatsiyadan o'tib qo'yishimiz kerak. Keyinchalik kattaroq summalarda kiritish chiqarishda hech qanaqa muammolar bo'lmasligi uchun. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, balansimda $109 bor. Ustiga bir marta bossak, QT real deb yozib qo'ygan. Pastda ko'rib turganingizdek demo shot bor. Bu hech qanaqa demo shot emas, sizlarga real shotda pul ishlashni ko'rsatib beraman. Demak, bu yerda o'zingizlar nastroyka qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda summani qo'yishinglar mumkin. Bu yerda necha minutga kirishinglarni o'zingizlar belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar soatiga tugashini ham qo'yib qo'yishinglar mumkin. Bizga minut ma'qulroq. Bu yerda mana svichalarni nastroyka qilsanglar bo'ladi. Svichada turish kerak. Har bitta svicha menda 1 minutda yopiladi. Ya'ni har bitta svicha общий 1 minut yuradi. Buni o'zingizlar ham sekundli yoki kunli yoki haftalik qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Demak, yonida har xil indikatorlarni qo'shadigan bo'lim bor. Ko'rib turganingizdek, menda hozir fraktal indikatori turibdi. Bu indikator nima kerakligini ham ko'rsatib beraman. Demak, pastdan qizil chiqsa biz tepaga сделка ochishimiz kerak, tepadan yashil chiqsa biz pastga сделка ochishimiz kerak. Fraktal indikatorining asosiy vazifasi shundan iborat bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, biz bugungi videoda $2 dan сделкалар ochamiz. Kelinglar boshqa valyutni parallarni ham ko'ramiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Euro USD da pastga tushib ketib, endi bozor sekin tepaga qarab ketyapti. Keyingi valyutni parallarga ham o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, hozirda повышающий trend bor. Pastdan qizil chiqqan, tepaga сделка ochish mumkin. Kelinglar biz hozir tepaga сделка bilan kirib ko'ramiz. Lekin pastga ketib qolishi ham mumkin, chunki ko'rib turganingizdek ketma-ket yaxshigina tepaga qarab ketyapti. Bu yerda ham pastga qarab ketgan, ya'ni tepadan yashil fraktal indikatori chiqib pastga qarab ketgan. Shunaqa vaziyatlarda kirishimiz mumkin. Bu yerda qizil chiqqan, lekin har doim ham 100% ko'rsatadi deb aytolmayman. Bu indikatorlar ham adashadi. O'shaning uchun сделкаga kirishdan oldin ham o'zingizlar ham ozgina analiz qilishinglarni tavsiya etaman. сделка bo'limiga kiramiz. 30 sekund bor. сделкamiz yopilishiga biz videoni tezlashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilishiga 3 sekund qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. $2 bilan kirgandik, общий $1.80 biz чистый foyda qildik. Ya'ni $109.5 bor edi, ko'rishinglar mumkin. $111.36 bizning balansimizda bo'ldi. Hozir yana bir marta ketma-ket kirishimiz mumkin edi. Уже ko'rib turganingizdek, bu svicha normalniy plusga yopilib berdi. Yana mana shu liniyagacha chiqishi mumkin yoki u liniyaga yetmasdan yana bozor pastga qarab tushib ketishi mumkin. Demak, bu уровень сопротивления bo'ladi. Bunisi уровень поддержка deyiladi. Hozirda koridorda tepaga qarab ketyapti bozor. Bu сделкamizni ham kutamiz. Agar pastga qarab ketsa, biz pastga сделка ochishimiz mumkin. сделка bo'limiga o'tib 44 sekunddan keyin bizning сделкamiz yopiladi. Hozir biz videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bozor oxirgi sekundlarda juda pastga qarab katta yuraverdi. Kelinglar, mana shunaqa payt biz $5 dan endi pastga qarab сделка ochamiz, chunki уровень сопротивлениyaga tegdi va bozor yana sirazi silna pastga qarab yurib ketdi. Ko'rishinglar mumkin, juda katta svicha bo'ldi. Bunaqa svichalarda o'zi uncha-muncha sizlarga сделкаga kirishga tavsiya etmayman, chunki ko'p bizani slif qildirib yuborishi mumkin. Lekin pastga qarab ketgani uchun bu yerda o'zimizni statistika, ya'ni strategiyamizga suyangan holda biz pastga qarab сделка ochdik. сделка bo'limini ochamiz. 35 sekund qoldi. Endi biz yana videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana сделкamiz yopilishiga yana 3 soniya qoldi. Ko'rib turganingizdek, bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi va ko'rishinglar mumkin, balansimizda уже $113.86 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda biz $4 dan sal ko'proq foyda qildik 3 ta сделка orqasidan. Agar sizlarning birinchi сделкalar yopilmay qolsa, ya'ni minusga yopilib qolsa, martingale strategiyasi bilan 2 yoki 2,5 baravarga sizlar balansinglarni oshirib bemalol yana сделкаga kirsanglar bo'ladi. Bu yerda уровень сопротивления bor. Kelinglar, yana bir marta продать tugmasini bosib
bo'lsa biz pastga сделкаga kiramiz, chunki bozor pastga qarab ketishi mumkin. Mana bu уровень поддержкаga qarab ketishi mumkin. Chunki bunda bitta ko'rib turganingizda 2-3 marta to'g'ri atkat bo'lgan ekan. Hozir sizlar bilan yana atkat ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda mana bozor yana tepaga qarab ketib qoldi. Agar bu сделкamiz bizga minusga yopilsa, ya'ni $5 bilan biz tepaga сделка ochishimiz mumkin. сделка bo'limiga kirsak 35 soniya bor. Agar bozor yana pastroqga mana biz yarimigacha kelib tushsa, biz tepaga сделка ochishimiz mumkin. Keyingi сделкamiz bizga plusga yopilishi mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizda maydalab ko'tarilgan bo'lsa, bu yerda уже silna pastga qarab ketib qoldi. Demak, ko'rib turganingizda bizani bu сделкamiz minusga yopildi, ya'ni 5 soniya qoldi bu yopilishiga va bozor yana tepaga qarab ketdi. Bitta сделкаdan keyin yana pastga qarab yurib ketib qolishi mumkin. Hozir tushunarsiz holat bo'lyapti. Mana bu yerda lekin уровень поддержкаga tegib yana tepaga qarab ketgan, ya'ni tegmas, ozgina tegmasdan tepaga qarab ketgan. Balansimizda $111.86 qoldi. Hozir ko'ramiz bu сделкamiz ham bizga pastga yurib ketishi mumkin, chunki bu yerda ikkita ketma-ket uzun katta bo'lgan. Hozir keyingi уровень поддержкagacha tushib ketishi mumkin. Kelinglar bu yerda shoshilmaymiz, chunki unchalik pastga qarab yurib keta olmayapti. Hozir tepaga qarab bozor ketib qolishi mumkin. Demak, yaqinlashtiramiz, сделка bo'limiga o'tamiz. Hozir sal сделкаlarimiz ochmagandek bu yerda ko'rishimiz mumkin. 30 sekunddan keyin основной bozor tepaga qarab ketishi mumkin. Lekin ko'rib turganingizda bozor tepaga qarab ketmadi va pastga qarab yurishi ham mumkin. Kelinglar boshqa valyutni parani ham ko'ramiz, chunki u yerda hozir tushunarsiz holat bo'lyapti. Demak, keyingi valyutni paraga o'tamiz. Bu yerda ham mana sekin-sekin bozor pastga qarab ketayotgan ekan. Bularda уже savdo qilishni tavsiya etmayman. Eng minimalisi 80% da, 86% da bemalol sizlar foyda qilsanglar bo'ladi. Ya'ni martingale strategiyasini qo'llasanglar yaxshi foyda qilishinglar mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizda mana уже aytib o'tgandek bozor pastga qarab yurib ketgan. Bu yerda qizil, bu yerda fraktal indikatori chiqdi. Kelinglar kupit tugmasini bosib tepaga сделка ochib ko'ramiz. Ya'ni fraktal indikatorimiz bizga yordam beradimi, yo'qmi? Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Aytib o'tgandek bu indikatorlar ham 100% yordam bermaydi, lekin 70-80% bizga сделкаga kirishimizga yordam beradi. Agar hozir bozor pastga qarab ketib qolsa, bu fraktal indikatori o'chib ketadi, ya'ni yo'q bo'lib qoladi. O'shaning uchun fraktal indikatori chiqqandan keyin 1-2 switchani kutishinglarni sizlarga tavsiya etaman. Ko'rib turganingizdek bozor tepaga qarab yurib ketdi. Mana shunaqa katta switchlar bo'lyapti. Hozir videoni tezlashtirib biz keyin yana davom ettiramiz. Mana ko'rib turganingizdek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bozor yana pastga qarab ketyapti. Kelinglar, endi biz bu yerda $12 bilan kirishimiz kerak. Endi biz bu yerda sal yaqinlashtiramiz bozorni. Hozir bozor tepaga qarab yurib keta olmadi va pastga ham qarab yurib keta olmayapti. Ko'rib turganingizdek, kelinglar biz yana bir marta tepaga сделка ochamiz. Mana masha linadan. Demak, yaqinlashtiramiz, сделка bo'limiga kiramiz. 55 soniya bor. Yana biz videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rib turganingizdek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va oxirgi soniyalarda bozor tepaga qarab yurib berdi. Bizga plusga yopildi. Ko'rishinglar mumkin. Balansimizda $117.66 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda video davomida уже $8 ishladik. Bu 100 ming so'mlar atrofida bo'ladi yoki 100 ming so'mga sal yetmashi ham mumkin. Kelinglar, endi bu valyutni paradan chiqib ketamiz, chunki rosa katta switchlar ko'tarilib tushib soya qoldiryapti. Bu yerda sal savdo qilish opasniyroq bo'ladi. Keyingi valyutni paraga o'tamiz. Bu yerda $2 bilan pastga сделкаga kirsak bo'ladi, chunki ko'rishinglar mumkin bozor mana bunaqa soya qoldirib, bu molot deyiladi. Mana shundan keyin sillam pastga qarab ketyapti. Ya'ni biz trend bilan ham mana shunaqa сделкаlar ochishimiz mumkin. Agar bu сделкamiz o'tmasa, biz $5 bilan yana сделка ochsak bo'ladi. Demak, $5 qilib qo'yamiz. Agar bozor sal tepaga ketib qolsa, yana biz martingale strategiyasi bilan pastga сделка ochib qo'ymoqchi edik, lekin kutishimiz kerak. Bozor uncha tepaga qarab yurib ketmayapti. Bu yerda paushakshi trend bilan bozor ko'tarilib kelib, ko'rib turganingizda silna yana pastga qarab yurib ketgan. Bu yerda ham mana kichkina atkat bo'lib, yana bozor pastga qarab yurib ketgan. сделка bo'limiga o'tamiz. сделкamiz yopilishiga 23 soniya qoldi. Agar bu сделкamiz yetib o'tgandek minusga yopilsa, bozor sal tepaga qarab yurib bersa, biz yana pastga qarab сделка ochishimiz mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek bozor bizga pastga qarab yurib beryapti. сделкamiz yopilishiga 7 soniya qoldi, lekin oxirgi soniyalarda mana shunaqa bozor tepaga qarab ko'tarilib ketyapti. Ko'rishinglar mumkin, bu
сделкamiz bizga minusga yopildi. Kelinglar, endi biz yana martingale strategiyasi bilan pastga сделка ochib dagon qilib qo'yamiz. Ya'ni $2 minus bo'lgan bo'lsa, $5 bilan kirsak, bunda biz 4 yoki $4.5 foyda qilishimiz mumkin. Shunda bundan oldingisi bilan biz plusga chiqib ketamiz. Hozir ko'ramiz, mana $3.5 foyda olarkanmiz. Ya'ni $2 bundan oldingi сделкamiz bo'lsa, чистый прибылimiz $1.5 tashkil qiladi. Demak, endi biz videoni tezlashtirib yuboramiz. Mana ko'rib turganinglardek сделкamiz yopilishiga 2 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. Balansimizda $119.16 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda video davomida ko'rib turganinglardek $10 ishladik. Buni so'mga o'girsak 120 ming so'mlar atrofida bo'ladi. Ya'ni balansimizda videoni boshida $109 bor edi. Xuddi shu tariqa sizlar ham ishlasanglar bo'ladi, faqat azartga berilib ketmanglar. Agar har xil indikator va strategiyalar kerak bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu saytdan mana shunaqa pulli ishlash сделкаlarga kirish haqidagi videoroliklarni, ya'ni foydali videoroliklarni tez-tez chiqarib turishga harakat qilamiz. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanalga ham o'tib olib, ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.